Nazarli kirishlarida mana yuklarni tekshiradi mana. Ko'rasizlar mana. Azar aeroport Jigulskiy tong saharlarga Xudo xolasa soat 3:30 bo'ldi bugun Namanganga, Toshkentga Farg'onaga passajirlarimiz bor. Xudo chiroyli qilib kutib olib kuzatib boramiz. Bizakunda passajirlarimiz bor. Tongni qaranglar, ajoyibligini. Mana kiraverishda hech kim yo'q, tog'lar yo'q. Tog'lar Samarqand, bu yoqda Namangan ketyapti. Namangan 23 kilo bagaj, 10 kilo ruchnoy qiladi. Bugun cheslamiz 28-iyun tong saharlab kirasiz, ertalab 8:50 da uchadi Namangan. Mana shu idishga sig'ish kerak yuklaring. Hozir Samarqand, Jigulskiy Samarqand boshlanib ertalab 7:50 da uchadi. Kelaverasizlar mana. 7, 8, 9-tablolarda bo'lyapti. Sizlar mana shu kassada nimaga turibdi deb o'ylaysizlar? Hamma shtraf to'layapti. Hamma shtraf to'layapti. Shunaqa gaplar. Uralskiy akamlar juda ham jostki tekshiradi. Ruchnoy qiladi, ehtiyot bo'lasizlar. Toshlar mana qaranglar, Jigulskiy Samarqand yo'nalishi uchyapti. Bagajda 1 kilo yuk bo'lganiga 4000 rubl shtraf qilyapti. 3 kishini 1 kilo registratsiyani o'tib, xudo xolasa o'zimizniki. Mehrojbek o'tdingizmi sen? Gap yo'q. Ketdik mana. O'sha ajdazali kirishlarida mana yuklarni tekshiradi mana. Ko'rasizlar mana idishlarga solib tekshiradi mana. Ko'rib turibsizlar? Azar Urganch Jigulskiy, Toshkent Jigulskiy, Namangan Jigulskiy, Samarqand Jigulskiy, Dushanbe Jigulskiy kelib qo'nibdi. Xudo xolasa odamlar chiqyapti. Mana shu to'g'ridan chiqishadi. Xo'p, 28-iyunda tong saharda odamlar turishibdi endi xudo xolasa. Metro Kotelnikidan azizlar aeroport Jigulskiy tagiga olib keladi mana. Tagiga olib kelib tushiradi Metro Kotelnikidan.